Assalamu alaikum qarindoshlar. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchirgan millat zimin deb chiqadi. Chet elda boshqa ish qilamiz-mu, millatning ovozi bo'lsak bo'ladi. Millatning yuzini to'kmasak bo'ladi. Hey, o'ylab yiqanglarmish Turkiyadagilarga so'zladim. Topdumca qarindoshlarim so'zlab o'tibdi. Bugün etdiganda bir qarindishimiz yozibdi. Ben Türkiye'ye kelgeli 9 yıl oldu. 9 yıl işlemeyendim. Endi numus qildim. Bir ish tep bera olasizmi? Burun ma ishni rad qilganman. Agarda mumkin bo'lsa, balamni opirib qila oladigan ish bo'lgan bo'lsa, men mashina tepa olayman deb. Birsiga ulashtirib qo'ydik. Yana birsiga ulashtirib qo'ydik. Sizlar o'ylab yiqinglar. Biz bir tilamchi millat deb turib salbiy obraz yaratgan qaraganda tirishchan bir millatdi bu. Vatan diyamizmi bir o'zi qamdayotgan bir millat mavdab bir ta'sir ko'rsataylik qarindoshlarim. Tashlanglarchi xalqning sadiqasini yeyishdan, xalqning zakatini kutib o'ltirishdan o'ylab yiqinglar, o'zinglarni qanday pullarni olib qashlayapsizlar. O'ylab yiqinglarchi ba'zan turklarnikiga sizlar kirib tillab o'tibsizlar. Unda qilmanglar, ular sizlarning ash videolaringlarni chiqarib qo'yibdi. Numus qilgan bo'lsanglar, ikkinchi qilmanglar u ishni. Yiroq yuringlar ash yerdan, eliq punktlardan, tashkilotlardan yiroq yuringlar. Jon baxsangiz bo'ladi-ku. Tömürchilikka elib olgan bolalarni tömür suvoq keladi desanglar. Mashinchilikni mashin suvoq keladi desanglar. WhatsApp ishlatmaymiz desanglar. Ey, bizni yo'lisimi yo'lanmaydigan bir millat bo'lib qolmamdi. Vatandagilar nim bo'lyapti, sizlar o'ylab yiqinglar, jiqlar davotda tunogin bir qerinishimiz telefon qilibdi. Yig'lab kayfiyatim shundan nachar deb o'g'alvala. Aşı doyinglarni ko'rsam shunda ko'nglim yerim bo'lib ketadi. Va vatanning sirtidagi ahvolni ko'rsam texmi umidsizlanib ketman, qanday qilsam bo'ladi deb. Bir muncha paranglashdik. Sizlar o'ylab yiqinglar, psixikanglar uyda o'tirsanglar, texmi psixikanglar buzilib ketmamdi. Vatan diyamizsizmi, millatning yuzini to'kmang. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Biz zimin deb chiqishimiz kerak. Ash tuproqdagi onanglarni aslanglar. Ash do'stlaringlarni aslanglar. Ko'nglim shunda yerim bo'lib ketdi. Ba'zilar deydi, "Ey, bir jim o'ltasangiz bo'lmamdi" deb. Meni jim o'ltasam, sizlarga nima taqishidi? Midrayman shu. Ko'misang o'tkizib at. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqdi. Rahmat sizlarga.